Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 9-oyning 6-kuni dushanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkazilgan ikkinchi qitim sudida guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik 3 nafar qozoq qarindishimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining bevosita o'rinlashtirishi bilan 4-sentabr shanba kuni Qozog'istonda Londonga sog' salomat yetib keldi. O'rta Osiyo davlatlaridan Angliyaga kiradigan har qanday kishiga bir haftalik karantin tuzumi yo'lga qo'yilgani uchun bu 3 nafar guvohchi sud boshlanishidan bir hafta burun Londonga kelishga majbur bo'lgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organining bugun istansimizga bildiruvchi qozoq shohidlarimizdan Baqit Alinur, Arbakit Otarbay va O'rinbek Ko'ksibek apandilar Qozog'istondan Angliyaga kelish jarayonida turli besim, tahdid va to'salg'ularga duch kelgan bo'lib, ular bexatarlik nuqtasidan Qozog'istondan yo'lga chiqib bir qancha davlatni aylanib o'tib, ko'p qitim aeroplan almashib 4-sentabr kuni London aerodromiga sog' salomat tushib oldi. Ularni Angliyadagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz oldiga chiqib kutib oldi. Shu kundan e'tiboran ular Uyg'ur sud kollegiyasining o'rinlashtirishi bilan bir haftalik karantin ostiga ilindi. London aerodromida o'zining yurak so'zlarini izhor qilgan Arbakit Otarbay apandim o'zlarining Londonga kelishi uchun intayin zo'r kuch sarf qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayiga va o'zlari bilan kecha-kunduz dialog qurib, turli jihatlardan yaqindan yordam bergan qurultay markaziy ishxonasining sekretari Erkin Zunun apandimiga cheksiz minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Bu 3 nafar qozoq shohidimiz sudning 3-kuni, ya'ni 13-sentabr kuni bevosita guvohlik berdi. Undan boshqa yana bu qitimliq sudda guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik shohidlar va sudga kuzatuvchilik salohiyati bilan qatnashadigan qarindoshlarimiz 8-sentabr kunidan e'tiboran har qaysi allardan Londonga kelib to'planishga boshlaydi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa va qurultayining markazidagi boshqa rahbarlarimi 8-sentabr kuni Londonga yetib boradi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq sudi 9-oyning 10-kuni London vaqti atigan soat 9da Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice va sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabiy apandilarning ichilish nutqi bilan boshlanadi. Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organining bugun istansimizga bildiruvchi bu navbatlik sudda chet ellik va Sharq Turkistonlik bo'lib, jami 40 nafarga yaqin kishi guvohlik beradi. Bularning ichida Uyg'ur va qozoqlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonlik shohidlar 10 nafar, Sharq Turkistonlik tadqiqotchilar 4 nafar, qolganlari chet ellik va Xitoylardan tarkib topgan mutaxassis va qonunshunoslardan iborat. Sudning tunji kuni Sharq Turkistonlik shohidlar va chet ellik tadqiqotchilardan bo'lib jami 8 nafar kishi guvohlik beradi. Bularning ichida bir nafar Xitoy tadqiqotchi bor. Oldingi qitimliq sudda bir nafar Xitoy soqchimi guvohlik berib, intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Bu qitim Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq sudning butun jarayoni 9-oyning 10-kuni London vaqti atigan soat 8:30da sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sudda guvohlik beradigan chet ellik shohidlarning so'zlari istansimiz tarafidan alayda taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi. Istansimiz sud boshlanishidan 2 kun burun, ya'ni 9-oyning 8 va 9-kunlari sudga qatnashish uchun Londonga kelgan Sharq Turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashishida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat programmasi o'tkazildi. Sudning oxirgi kuni bo'lgan 9-oyning 13-kuni kechda Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchragan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqatish murosimi o'tkazildi va mazkur murosim istansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqatiladi. Bu qitimqi naq maydon programmasiga yana Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, 36 yillik peshqadam jurnalist Parat Yo'ronqash bilan Markaziy Oslodagi Uyg'ur adliya arxivining direktori Baxtiyor Umar apandilar bevosita riyosatchilik qiladi. Shunga hozirdan boshlab istansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining 5-sentabr yakshanba kuni chaqirilgan umumiy yig'inida bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida vakillar tomonidan saylab chiqiladigan har qaysi organlarning mas'ullari va ularning soni haqida tafsiliy muzokara olib berildi. Natijada qurultayning va kundan kunga zo'rayotgan milliy da'voyimizning jiddiy ehtiyoji ko'zda tutilgan asosda tuvandagi qaror ilindi. 2021 yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida do'q qarmog'idagi tuvandagi organlarning mas'ullari qurultay vakillari tomonidan o'zini oldin nomzodlikka ko'rsatgan rasmiy vakillar ichidan demokratik usulda ovoz berish orqali saylab chiqiladi. Do'q raisi 1 nafar, do'q muavin raislari 3 nafar, do'q ijroiya komitetining raisi 1 nafar, do'q ijroiya komitetining muavin raislari 4 nafar, do'q bosh taftishi 1 nafar, do'q muavin bosh taftishlari 4 nafar, do'q fondining raisi 1 nafar, do'q fondining muavin raislari 2 nafar. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komiteti tarkibidagi organlar
Doq Yoshlar komitetining mudiri 1 nafar. Doq Ayollar komitetining mudiri 1 nafar. Doq Ichki ishlar komitetining mudiri 1 nafar. Doq Diniy ishlar komitetining mudiri 1 nafar. Doq Ma'arif komitetining mudiri 1 nafar. Doq Madaniyat komitetining mudiri 1 nafar. Doq Sayya komitetining mudiri 1 nafar. Doq Ekologiya komitetining mudiri 1 nafar. Doq Xitoy ishlari komitetining mudiri 1 nafar. Doq Kishilik huquq komitetining mudiri 1 nafar. Doq Qonun komiteti mudiri 1 nafar. Doq Muhojirlar markazi mudiri 1 nafar. Doq Tashviqot uchur markazining mudiri 1 nafar. Doq Tadqiqot markazi mudiri 1 nafar. Doq Nashriyat markazining mudiri 1 nafar. Rasmiy ovozga qo'yib saylanadigan rahbarlar jami 32 nafar. Yuqoriqilardan boshqa maslahatchilar, qurultayning kotibi, arxiv bo'limining mudiri, bayonotchilar, qurultayning har qaysi alladagi vakolatchilari va qurultayning har qaysi davlatlarda tasdiqlagan ishxonalarining direktorlari, doq raisining qurultay vakillari ichidan yoki sirtdan bevosita taklif qilib ko'rsatishi va ijroiya komitetining ma'qulligi bilan vazifaga qo'yiladi. 7. navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı tayyorlik komitetining raisi Farhat Yo'ronqash apandi bugun stansimizga qilgan so'zida 30 davlatdan 7. navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga yangidan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakilning mushu haftadan e'tiboran Dünya Uyg'ur Qurultayining yuqorqi organlariga o'zlarini rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydiganligini, qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar, shundaqla nomzodlik jadvalining Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyonining mas'uli Samat Abla apandim tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladiganligini bildirdi. 5 sentabr chaqirilgan Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining umumiy yig'inida yana qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'ishlarga qo'yiladigan shartlar haqida nihoyatda aniq prinsiplarning bekitib chiqilganligini eskartib o'tgan Farhat Yo'ronqash apandim hozirdan e'tiboran qurultayning taklifnomasining vakillarimizga va sharaf mehmonlarimizga yo'llanishga boshlanganligini, Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7. navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakildan sirt yana Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, chet ellik tadqiqotchilar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va chet ellik jurnalistlar, shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan yaqindan hamkorlashayotgan Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi qatorliq bir qism tashkilotlarning asosliq mas'ullari va ba'zi jamoat arboblarimizning sharaf mehmoni sifatida taklif qilinadiganligini bildirdi. Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan xalqaro ilmiy tadqiqot sohasidagi donglik olimlar, kishilik huquq faoliyatchilari va siyosiylarning qatnashida 1 sentabrdan 3 sentabrgacha Angliyaning Newcastle universitetida chaqirilgan Xinjiang krizisi, qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlar va adolat degan temadagi zo'r ko'lamli ilmiy muhokama yig'ini g'arb matbuotlarida nihoyatda zo'r ta'sir qo'zg'adi. Muhokama yig'inidagi yana bir muhim tema o'tganki mazgillarda ko'rilgan irqiy qirg'inchilik fojialaridan ilingan saboqlar bo'ldi. Bo'libmi 2. Dunyo urushi mazgilida ko'rilgan Yahudilar qirg'inchiligidan keyin amdi qaytalanmaydi degan tarixiy shuar o'ttirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, yanada bir qator qirg'inchilik hodisalarining Bosniya, Berma qatorliq joylarda ko'rilganligi, amdilikda uning texmi yuqori pallasining Sharq Turkistonda borliqqa kelganligini, shundoq turuqliq xalqaro diplomatiya sohasining Uyg'urlarni emas, aksicha Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan Xitoy hukumatini qo'llayotganligi yig'in ahlini qizg'in bir maydon munozaraga boshlab kirdi. Angliya parlamentining a'zolaridan Nusrat G'ani va Stefan Kinnock, Angliya parlamenti tashqi ishlar komitetining raisi Tom Togindat qatorliqlar bu masala haqida alohida fikr qilib Uyg'ur qirg'inchiligining Angliya parlamentida tanishtirilish ahvolidan ma'lumotlar berdi. Shundaqla Angliya hukumati va boshqa hukumatlarning bu xil oshkora qirg'inchilikqa ko'z yumishiga bo'lmaydiganligini, buning uchun Xitoy hukumatining qirg'inchilik qilmishlarini cheklaydigan tadbirlarni elishi lozimligini ta'kidladi. Xitoy hukumatining bu xildagi irqiy qirg'inchilikni cheklash uchun xalqaro jamiyatning qanday tadbirlarni olishi to'g'risidagi masalalar muhokama yig'inining 3-kunidagi muhim temalardan bo'ldi. Bo'libmi Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning allaqachon kollektiv shakl olgan majburiy amgakka taraqqiy qilib bo'lganligidagi reallikni ko'zda tutib, har qaysi olimlar va mutaxassislar o'xshamagan soning Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida o'ziga tegishli majburiyatni ado qilishining muhimligini alohida ta'kidladi. Yig'inning oxirgi muhokama bosqichlarida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkal va Uyg'ur harkat tashkilotining raisi Roshan Abbas ayrim so'z qilib, navbatdagi Uyg'ur qirg'inchiligining eng yangi taraqqiyoti, shuningdek Amerika hukumatı bu masala bo'yicha amalga oshirishi mumkin bo'lgan qonuniy tanlash choralari haqida o'z qarashlarini bayon qildi. Yig'inning yepilish nutqi uchun Amerikadagi Shimoliy Karolina universitetining professori, qirg'inchilik tadqiqoti jurnalining bosh muharriri Derek Moses taklif qilingan edi. U o'zining qirg'inchilik diplomatiyasi haqidagi nutqida Uyg'ur qirg'inchiligining xalqaro diplomatiya sohasida paydo qilgan o'zgarishlar, shuningdek xalqaro diplomatiya sohasida Uyg'ur qirg'inchiligini
markaz qilgan holda Xitoy hukumatiga qarshi birlik saf hosil qilishning muhimligini so'zlab o'tdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi yig'inda o'tirg'i tushgan fikrlar sistemali holda ratlab chiqilgandan keyin har qaysi sohadagi olimlarning bayonlari va munosabatlik isbotlar bilan birlikda har qaysi hukumatlarga yo'llab beriladi ekan. Buning ta'siridan texmo ko'p davlatlarning Uyg'ur qirg'inchiligi haqida munosabatlik tadbirlarni elishiga turtki bo'lishi umid qilinmoqda ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning Xitoy doiralarining Amerikadagi Uyg'urlarni ham shaxs ham raqamli texnikalarni ishlatib qo'rqitayotganligini va ularga parakandichilik silayotganligini ogohlantirgan. Yahoo xabarlarining oshkorlashicha, Federatsiya tekshirish idorasi bu ogohlantirishni o'zining yaqinda tarqatgan dokladida eskartgan. Dokladda tuzumga xilof bu tahdidlarning Amerikada turishliq shaxslarning Xitoydagi oilasi yoki do'stlarini tutqun qilish, Xitoydagi mol-mulkini tortib olish, raqamli yoki shaxslar bilan parakandichilik silish, majburiy qaytarib ketishga urinish, kompyuterni hakkerlash, raqamli hujum qilish, torda yolg'on vakolatlik qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini ta'kidlagan. Dokladda buningga oid 4 voqea misol keltirilgan bo'lib, bu Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi muxbirlarining oila a'zolaridan o'ch ilish voqealarini o'z ichiga olgan. Doklad yana Xitoy doiralarining 2019-yildan 2021-yil 3-oygacha undidor orqali Amerikadagi bir Uyg'ur ayolga Uyg'urlarning kamsitishga uchrayotganligini oshkora tilga olmaslik to'g'risida tekst va ovozli tanqidda bo'lganligi. Keyinroq bu ayolning oila a'zolarining lagerga ib ketilganligi ko'rsatilgan. FBI'ning dokladida yana Amerika hukumati Xitoy amaldorlarini jazolagan va o'tgan yil Xitoyning atalmish Xinjiangdagi kishilik huquq, demokratiya dafsandichiligiga qarshi ommaviy va diplomatik besimini kuchaytgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumati bu harakatini davomlashtiryapti. Uning chegara halqigan bostirish harakati Amerika qonunlari va shaxslarning huquqiga xiloflik qilmoqda deyilgan. Hong Kongdagi Janubiy Xitoy sari pochtasi gazeti 2-sentabr maqola e'lon qilib, 11-sentabr terrorlik hujumining Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabatini o'ngshivilishiga strategiyalik fursat yaratib berganligini va Sharq Turkiston islom harakatini Amerikaning terrorlik tizimligiga oldirganligini bildirgan. Maqolada aytilishicha, 11-sentabr terrorlik hujumidan burun Bosh hukumati Xitoyni strategiyalik raqib deb bekitgan bo'lsa-mu, biroq terrorlik hujumi Amerikaning diqqatini burib o'tgan. Amerikaning ayni chog'da Beijingda turishliq 2-nomerlik diplomati Charles Freemanning aytishicha, Xitoy bu fursatdan foydalanib yaxshi va hamkorlashuvchi qiyofati nishonni o'zidan yiroqlashtirgan. Maqolada Xitoyning sobiq raisi Jiang Zeminning 2001-yil 12-sentabr kuni prezident Boshga telefon qilib, hol so'rgan va qo'llaydiganligini bildirgan tunji chet el rahbari ishkanligi. Bosh hukumatining keyingi yili Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tizimligiga kirgizib, buningga javob berganligi bildirilgan. Maqolada Amerikaning sobiq yordamchi tashqi ishlar ministri Richard Boucherning so'zini naql keltirilishicha, Xitoy yillardan beri bu guruhni terrorlik tizimligiga kirgizishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerika taraf bu kishilar kimlar? Biz amaliyotda ularni, bundaq tashkilotni, ularning faoliyatini ko'rib boqmadik deb javob berib kelgan ekan. Richard Boucher, biz Xitoyning buni bahona qilib, Uyg'urlarning peshiga tushmoqchi bo'lganligini bilatdik degan. U yana 11-sentabrdan keyin karvat ostiga kirib olgan har bir terrorchini topgan bo'lsak-mu, biroq Uyg'urlardan jiddiy birarni topolmadik deb eskartgan. Maqolada yana Beijingning Afg'onistondagi Uyg'ur qurolliqlarini kontrol qilishda Pokiston va Talibanlardan foydalanganligi bildirilgan. Maqolada aytilishicha, Beijing 1999-yili Pokiston orqali Talibanlarga besim ishlatib, Afg'onistonda baza qilgan Uyg'ur qurolliqlarini passivlashtirgan. Ularning Xitoyni nishon qilgan mashq bazalarini taqib, bazadagilarni boshqa jihatchi lagerlarga tarqoqlashtirish orqali ularning nishoni va ta'sirini ojizlatgan ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.